Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomiz Zil 130 bo'ladi. Videomiz qayta takrorlayman. Videomiz faqat telefon orqali, o'yinlar ham telefon orqali. Do'stlar, ko'pchilikni inobatga olgan holatda, ko'pchilik emas, o'zi bir ikkitasi yozibdi. Nimaga ovozingizni pasaytirib yozyapsiz deb aytilgan. Bizni kanal ASMR kanal. Bu kanalimiz kechqurunda uxlashdan oldin, shu choy ichishdan oldin yoki shu dam olishdan oldin hordiq chiqarish uchun sekin gapiriladi. Shuning uchun ASMR kanali deb hisoblanadi. ASMR kanali juda YouTube'da mashhur, videolarda ASMR deb yozsanglar chiqadi. Juda ko'pi shunaqa sekin gapiriladi, muloyim miyani dam oltirish uchun qilinadi va har xil funksiyalarda ishlatish, yomg'ir, qor yog'ishi, o't yonib turishi, shunaqa narsalar. Do'stlar, gapni qisqa qilaman, videoni boshladim. Do'stlar, bugun emas, bundan keyingi videolarimiz yangi o'yindan iborat bo'ladi. Yangi o'yinimizni ko'pchilik biladi, chunki kanalimizni kuzatib borayotganlar biladi. Yangi o'yinimiz hozir nomi esimdan chiqib qoldi. Xullas kalom, yangi video tez kunda joylanadi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, podpiskani, laykni, kommentariyani to'xtatmaymiz do'stlar. Men bitta avariya bo'pti mana, to'xta. Hozir buni ham urib endi jarimaga tortilib yurmaylik. Xo'sh, bizga dam oladigan joy kerak. Biz обязательно Yujnikka boramiz. Yujnikda dam oladigan joyimiz bor. Xo'sh, ketdik do'stlar. Yujnikka boramiz. Xo'p, 309 litr benzinimiz bor. Xo'sh, 19625 rubl pulimiz bor. Motorimizni ko'tarib olganmiz. Oy. Balat. Xo'sh. Rolni burolmay qoldim. Kechirasizlar. Mamutga o'xshagan mana chap tomonimda hozir o'tib ketgan yo'lovchilarni kilometr juda uzoq bo'ladi, lekin oz rubl beradi do'stlar. Agar bu o'yinni o'ynayotgan bo'lsanglar, bunaqa olmanglar. Chunki oz rubl beradi va kilometrlar ko'p, benzinni ko'p sarflayapsizlar. Xo'sh do'stlar, video o'yinimizni Play Marketdan topsanglar bo'ladi. Play Marketda bor. Albatta har qanday telefonga mos. Xo'sh, hozir sirazi rolovoy to'g'rilamasak bo'lmaydi do'stlar. Bu rolovoy bilan qiynalib ketadi odam. Bo'lib ham telefonda oson o'ynash kompyuterdan ko'ra, lekin baribir rolovoy to'g'rilatishimiz kerak. Rolovoyimiz jidcha ishkal bo'lib ketgan. Xo'sh, biz dam olishimiz kerak. Hozir personajimiz dam olishga to'xta, dam olishga loyiq. Xo'sh. To'xta. Xo'sh do'stlar, YouTube'da bizga hozir odam soni muhim, chunki odamda qancha jonli odam to'plasak, shuncha o'yinlarimiz ko'payib boraveradi. Hozir videolarimiz, o'yinlarimiz faqat telefon orqali bo'lmoqda. Endi kompyuterga mablag'i yo'q hozircha, lekin imkon qadar kompyuter olib o'yinda qilishga harakat qilamiz. Mana Mamutdagi chap tarafimdagi sekretniy konteynerlar tashish imkoniyatini beradi. Mana shu kelganliklarda bu kilometriga qarab, qancha pul berishiga qarab olsanglar bo'ladi. Yangi ochganlarga o'yinda bu narsa kamdan kam chiqadi. Xo'p, do'stlar qaranglar. 16 kilometrga 16122 rubl beryapti. 16 kilometr. Bu
o'rtacha hisobda 23 kilometrga kilogrammi ham bor bu yerda. Buni kilogrammi ham og'ir, ham 114 ming rubl beryapti. U past. Xo'sh, bu yerda 2000 rubl bor ekan, 24 kilometrga 854 kilogram ekan. Buni olsak bo'ladi. Chunki puliga yarasha 2 barobar degani. Lekin mana buni olsak ham bo'ladi. 16 kilometrga 16 ming rubl. Yaxshi degani. Xo'sh, do'stlar, qaysi birini olsam ma'qul ko'radi? Shuni hisobga olishinglar kerak. O'zingizlarda o'ynayotganinglarda. Xo'sh, 20 kilometrga 117 ming rubl beryapti. Bu juda yaxshi. Chunki kilogrammi ham oz, 328 kilogramli yukni olib ketamiz. Mashinamiz ham qiynalmaydi. 2000 rubllik egasi 24 kilometr. Buni olamiz. 328 kilogramli yukni olamiz. Xo'sh, do'stlar. Yukni tashiyotganda ehtiyotkor bo'lasizlar. Agar konteyner yerga tushib ketsa, borib pullardan ajrab qolasizlar. Shu konteynerni hisobga olib qayerga boramiz? Ma'bitga olib boramiz ekan, chalg'ib qolibman. Hozir seli. Hop. Bunaqasi biz yaqinroq yurishimiz uchun do'stlar, biz qisqa yo'llarni tanlamaymiz. Katta asosiy yo'l bilan bosamiz gazini. Ketdik do'stlar. Udacha bir bola debdi, ruschanicha tushunib olmayman. Shuning uchun ketdik. Xo'sh. Voy, chekaro yur bolam. O'yin juda zo'r o'yin. Xo'p, konteynerni ko'rib beramiz bir qator. Yaxshi ketyaptimi, ketmayaptimi? Sekretning yo'llar bilan yurganinglarda juda ehtiyotkor bo'lasizlar. O'tgan safar tog'lardan tosh tushganini o'zingizlar guvohi bo'lgansizlar, do'stlar. Agar bizni kuzatib borayotganlar bo'lsa, shuning uchun ehtiyotkor bilan yuramiz. Xo'sh, agar konteynerga tosh tegib bo'lsa ham, uje 17 ming rublga olgan bo'lsam, 17 ming rublda 2000 rubl, 20 ming rubl qilib qaytarishim mumkin. Hozir bu yerda ehtiyotkorlik juda ham zarur bizga kerak bo'ladi, do'stlar. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Xo'sh, do'stlar, agar mashinalarni full qilib, zillarni full qilib, hamma yo'q bo'lgandan keyin biz qorli yo'lga o'tamiz degan maqsadda qilganmiz. Agar qorli yo'lga o'tsak, u yerda faqat aylanib yurasiz, xolos. U yerda missiyalar pashti yo'q. Men shu paytgacha ko'rmaganman. Buni akkaunt orqali qilsanglar ham bo'ladi, lekin missiyalar chiqishiga men kafolat bermayman. Xo'sh, do'stlar, biz yana ancha yuramiz ekan. Qoch bolam, qoch. Xo'p, ratsiyalarga javob berib beramiz. Men o'yinda bezuq bo'lganim uchun ratsiyalarga javob bermayapman. Ratsiyaga o'zi javob bermasiz ham bo'laveradi. Chunki Rossiyada sheriklar bo'ladi. Pagodani so'raydi, qayerdasan deydi. Zayapkalar tashab beradi. U zayapkalari, shu poyga zayapkalari, yuk tashish, o'zini qarindoshlari shunaqa. Lekin o'zini qarindoshlariga boradigan bo'lsanglar, ozgina summa beradi. Pashti summa bermaydi ham. Chunki to'xta shu yerda to'xta. Shu yerdan kirib ketamiz, do'stlar. Shu yerdan kirib ketamiz ekan. Xo'sh, rulni boricha burganimiz bilan foydasi yo'q ekan. Xo'sh, to'xtaymiz. Ketdik endi. Darsh kirib ketamiz. Xarita yo'lini ko'rsatmaydi, chunki buni ishlab chiqqan odamlar o'ynayotgan odamga xalaqit bermasligi uchun shunaqa yaratgan. Shunaqa ishlab chiqqan demoqchiman. Yaratish Allohdan. Xo'p, 18 ming
Reklama bo'lib qoldi, shuning uchun internetda yoqib o'ynashni tavsiya bermayman. Zagruzka qilib bo'lganinglardan keyin, o'yinga kirganinglardan keyin shundoq internetda o'chirib o'ynasanglar maza qilasizlar. Xo'sh, internetda o'chirib o'ynaganinglarda ko'p narsasi ishlamay qolishi ham mumkin. Chunki ishlab chiqayotgan odamlar bu narsani hisobga olishgan. Xo'sh, bu yerda do'stlar, biz yana военный bazaga borishimiz uchun bu yerdan военный bazaga yuk olamiz. Chunki военный bazaga quruq ketmasligimiz kerak yoki yujnikka yuk olishimiz kerak. Xo'sh, qani yujnikka qancha miqdorda rubl bizga to'laydi? Xo'sh, bu yerda yujnikni o'ziga olamiz. To'xta, to'rimizdan ham yaxshi ishlamayapti. Qilish kerak edi buni. Remont qilish kerak. Xo'sh, bu yerda ozeriski bor ekan. Xo'p, o'zgartiramiz. Xo'p, yujni limit yo'q, bizga kerak emas. Военный baza chiqmoqda. Normalniy summalar bilan chiqmoqda. Xo'p, yujnikka bor ekan 12 kilometr 40 rubl beryapti. Bu juda oz. Do'stlar, qidiramiz. Har bitta anaqani ko'rib chiqamiz. Ozeriskiga kerak emas. Yujni mana 44 ming beryapti. Bu ham oz. Hech bo'lmasa 10 ming rublga olib ketgani bo'lish kerak. Ha, mana 1100 rublga. Normalniy yujnik. Xo'p, mebel olib ketamiz ekan. Yo'q, pastga tushiraylik-chi, yana nimalar bor ekan. Xo'sh, bu yerda yujnik. Xo'p, 99 ming rubl. Bu past. Yana pastga tushamiz. Elektriskiga tushamiz. Военный bazaga bor ekan. Xo'p, pastga tushamiz. Xo'p, yujnik 13 ming rubl bor ekan. Do'stlar, shuni olamiz. 697 kilogramli yukni oldik va yo'lga chiqamiz. Ketdik. Signal chorch esimdan chiqib qolibdi. Do'stlar, yuklarga ehtiyot bo'lamiz. Har bitta tepada mana 10 tarafda tepada yuklarning foizi turibdi. Agar shu chuqur-pukurlarga tushsanglar, yuklarning foizi tushadi. Chunki yuk pastga tushadi. Bitta bo'lib tushib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun politsiyskilardan ham ehtiyot bo'lib o'tamiz. Ну, как там погода? Погодка. Trafik biladi. Ne o'rinni что понять тебе bir bola debdi, xullas. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Mana hozir chuqurlarga tushgan holatda ham mashinamizni o'zini unaqasi ketadi, joni ketadi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bu yerda muhim. Rolimiz bir tomonga tortganning hisobi ham shu. Uje mashina bir tomonga tortyapti, uje ketdi degani. Shuning uchun ehtiyotkorlik qilamiz. Hozir mashinani srazi remontga olib kiramiz. Bundan keyin mashina bir tomonga tortishni boshladi. 10 tarafga burib bo'lsangiz oxirigacha 10 tarafga ketyapti. Chap tarafga bursangiz chap tarafga ketib qolyapti. O'yinda barcha narsani hisobga olishgan. Bu yerda faqat summalarni hisobga olishmagan. Chunki
realniy hayotda bu summalarga hayotda olib bormaydi. Qimmatroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi o'yinda yaratishgan odamlar shunaqa qilishganda o'zlarini hisobga olishib. Endi bu o'yin do'stlar. Xo'sh, bazaga ham yetib qoldik. Sekin tog'larga qarab ketyapti bu. Jonivorni yaxshilik urdimdan o paytdachi. Undan sal avvalgi paytda. Ehtiyotkorlik bilan ketamiz do'stlar. U yerda tezlik muhim emas bizga. Bizga faqat nuncha qatishi ham bor telefonda. Telefon bo'lib qolgan ekan, telefonni qatish sababi o'zi aslida telefon bo'lib qolgan ekan. Shuning uchun o'yin o'ynayotganinglarda tavsiya qilmayman. O'yinni planshetga tortib, xotirjam versiyasi kattarog'ini telefonda o'ynanglar deb maslahat beraman. Reklama tugadi. Xullas, men bitta endi srazi remontga chiqamiz. Mashinani remontga olib chiqamiz. Mashina uje yetib keldi. Tota. Voy, birovning mashinasini urma, jinni. Srazi mashinani remontga bermasak bo'lmaydi do'stlar. Men qiynalib ketdim. Xo'p, ko'pchilikka oson bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin bu juda ham qiyin. Xo'p, remont qiladigan joyimiz qayerda ekan? Mana shu yerda bormidiki? Yujniyda yo'q remont qiladigan joy do'stlar. Sal teparoqqa chiqamiz. Nima bu to'xtab oldi o'rtaga? Yurmaysanmi? Qizilmas-ku. Xo'p, orqaga qaytamiz. Ey, odam urib U bizga kerak emas, to'g'ri shu zayapkasi. Shu zayapkasi kerak emas edi. Bu kerak emas. Qoch, meni mashinam yonboshiga kelib urasanmi, ahmoq? Birinchi remont qilib olamiz do'stlar. Bu zayapkalar, vobshe bo'lmagan zayapkalarda bu o'yindachi. Yomonlashmas bu o'yinda zayapka tashlasa bezingiz bekardan litrlab ketadi-da. Borib bir normalniy pul ushlamaysiz yo boshqa qilmaysiz. Men remont qilmasam bu mashina bilan u zayapkaga ham borib bo'lmaydi-da. Ey, uzr. Och robotingni. Ahmoq. Tezda mashinani tuzatib berish kerak-da, jigar. Hop, rulovoy ketgan deyapti 50% ga. Hop, to'rimiz ketgan deyapti, rushnoy ketgan deyapti, понимаешь? Do'stlar, reklama chiqib diqqat qildi. Shuning uchun hozir boshqa. Xo'p, bu yerda rulovoyni to'g'latamiz. 50 ming rubl ketar ekan. O'zi 50 ming rublimiz bor ekan, xolos. 50 ming rublga buni qilsak, pulimiz tugab qolar ekan. Rulovoyimiz bo'ldi do'stlar. Bu yerda yana reklama chiqib qoldi. Uje diqqatim oshib qoldi meni. Reklama shunchalik ko'p reklama tiqqanki, o'yinga har bitta to'xtashingiz yoki har bitta mashinani o'chirishingizga ochmaysanmi? Har bitta to'xtashingizga reklama chiqyapti. Xo'sh, bu yerga boramiz. Bu yerda nima bor? Paygamikin yana. Shu boshim qotib qoldi-da, yana benzin sarflab shu yoqqa borishim kerak-da. Do'stlar, shu yerda videoni to'xtataman. Keyingi videolarim xudo xolasa shu yerdan davom etadi. Shuning uchun podpiskani
unutmanglar, like'larni unutmanglar, kommentariy yozinglar, kamchiliklar bo'lsa do'stlar. Sizlarni kutib qolaman. Barchaga sog' salomat tilayman. Xayrli kech.